Agar a minus b 5s ga d minus 3 4s bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini s orqali ifodalang deyilgan. Demak, bizga berilgan quyidagi ifoda uzun ifodamiz berilgan. Bu ifodadan o'xshash hadlarni ixchamlab chiqaman. Birinchi 10,4 ta a dan ayiraman 7,8 ta a ni. Ayiradigan bo'lsam 2,6 a. Xo'p, ikkinchi 4,8 b dan 7,4 b ni ayiradigan bo'lsam, minus 2,6 ta b kelib chiqadi. Xo'p, uchinchi 2 ta s dan 5 ta s ni ayiradigan bo'lsam, minus 3 ta s kelib chiqadi. Va nihoyat 4 ta d dan plus 6,5 ta d qo'shiladigan bo'lsa, plus 2,5 ta d. Va oxiri ozod sonlarimizda ikkalasiga minus ishora bo'lganligi uchun minus 7,5 kelib chiqadi. Ana endi bu ifodani qaraydigan bo'lsak, 2,6 ta a bilan 2,6 ta b dan umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam, 2,6 chiqadi tashqariga, ichkarida a minus b. Ayrilgan 3 ta s plus mana bu ikkita ifodadan ham 2,5 ni qavsdan tashqariga chiqarib yozaman. 2,5 ni tashqariga chiqarsam d minus 3. Ana endi misolda berilishiga qarasak, a minus b ni 5 ta s ga tengligi berilgan. Demak, buni o'rniga 5 ta s ni qo'yib ishlasak bo'laveradi. D minus 3 ni o'rniga 4 ta s ni qo'yib ishlasak bo'laveradi. Demak, 2,6 a minus b ni o'rniga 5 ta s ni qo'yadigan bo'lsam, ko'paytirilgan 5 ta s ayrilgan 3 s qo'shilgan 2,5 ko'paytirilgan d minus 3 ni o'rniga 4 s ni qo'yib ifodani soddalashtiraman. 2,6 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 13 ta s ayrilgan 3 s, 2,5 ni 4 ga ko'paytirsam 10 s. Bu ifodani javobi 20 s ga teng.